Abdurauf Fitrat 1886-yili Buxoro shahrida tug'ilgan. U 20-asr boshlarida jadidchilik harakatining eng mashhur vakillaridan biri edi. Jadidlar xalqni savodli, zamonaviy bilimga ega qilishni maqsad qilgan edilar. Fitrat ham maktablarni isloh qilish, yangi usulda ta'lim berishni qo'llab-quvvatlagan. U yoshligidan ilmga qiziqqan va chet davlatlarda ham tahsil olgan. Fitrat o'z asarlarida millatni uyg'onishi, ozodligi va taraqqiyoti haqida yozgan. 1938-yili Qatag'on davrida nohaq ayblanib otib tashlangan. Fitrat yozuvchi, shoir, dramaturg va olim sifatida taniladi. U Abdulfayzxon, Hind ixtilochi kabi asarlar muallifi. Uning dramalari o'zbek teatr san'atining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Fitrat asarlari jaholatni tanqid qilgan va xalqni uyg'onishga chaqirgan. U turkiy xalqlarning birligi va kuchli bo'lishini orzu qilgan. Shuningdek, u til va adabiyot masalalariga ham katta e'tibor bergan. Abdurauf Fitrat nafaqat adabiyotda, balki siyosiy va ijtimoiy hayotda ham faol bo'lgan. U Buxoro hukumatida ham ishlagan va islohotlar qilishga harakat qilgan. Fitrat ilm, fan, madaniyat va ma'rifat orqali jamiyatni rivojlantirish mumkin deb hisoblagan. Mustaqillikdan keyin uning nomi oqlanib, asarlari qayta nashr etildi. Hozirda u o'zbek adabiyoti va ma'rifatparvarlik tarixida muhim shaxs sifatida e'tirof etiladi. Abdurauf Fitrat. Go'zalim bevafo gulistonim. Go'zalim bevafo gulistonim, bog' umrida toza rayhonim, g'am-u qayg'ularim hujumingdan, sen eding mehribon nigahbonim. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding. Kel gulim kel oyog'ingga yiqilay, bir zamon qo'y to'lib toshib yig'lay. Qo'y biroz qo'y hoki poyingni, surmadek yoshli ko'zima suray. Ketma tur, tingla arz holimni, arz etay holi purmalolimni. Qani o'ldamki sen eding yorim, munisim hamdamim madadkorim. Sening og'ushing iltifotingda rohat etmishdi jismi bemorim. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding. Kel oyog'ingga qon bo'lib to'kilay, bir nafas dard hajrdan qutulay. Kel go'zalim dilbarim, kel sochingni bir tarayda bir o'payda. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding. Mirrix yulduziga. Go'zal yulduz, yerimizning eng qadrli tuqqani, nega bizdan qochib muncha uzoqlarga tushibsan? Tug'ganingga nechun sira gapirmasdan turibsan? So'yla yulduz, holing nadir, nechuk topding dunyoni? Bizning yerda bo'lib turgan tubanliklar, xo'rliklar, so'yla yulduz, seningdagi quchog'ingda bo'lurmi? Bormi senda bizim kabi insonlar, ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar, o'rtoq qonun ichmay zuluklar, qardosh etin to'ymay yegan qoplonlar. Bormi senda o'ksiz yo'qsulning qonun, g'ururlashib chog'ir kabi ichganlar? Bormi senda butun dunyo tuzug'in, o'z qopchig'in to'ldirg'ali buzg'anlar? Bormi senda bir o'lkani yondirib, o'z qozonin qaynatguvchi xoqonlar? Bormi senda qorin qursoq yo'lida, elin, yurtin, borin yo'g'in sotqonlar?